Sadirning 5 balasi. 1998-yili 10-ayning 21 kuni Çarşamba, İstanbul. Muhammed Tursun Zunun o'qiya xotirasidan. O'tgan kuni haqida nima deb so'rsam, alhamdulillah deb javob bergan bu qarindishim bilan yana uchrashib qoldim. Bu kuni u intayin xo'shal, gulqaqalari ichilib ketgan edi. Salom soatdan keyin bu akimiz bilan Bayazidda echib olgan tizgohining yonida choz qurib o'tirdim. Xeyli puxta tayyorlikdan chiqqan muqanda ikki g'irishlik gedimidan birini silib berdi. O'tirda piqirab yuradigan choychiga choy buyurdi. Choy kelganda choychi alayda jekilib. Qochqan chaqda istakan bilan taqsini mushyer qo'yibli qoch, o'zim yig'ib olman deb ketib qoldi. Ikkimiz qaqaqlab kulib ketdik. İstanbul Bayazid maydonida tizgoh etishga ruxsat qilinmaydigan bo'lib, kunda necha vaqt bozor boshqurishdan kelib qo'yatdi. Her kelginde ularning kelishiga kunib ketgan tizgohchilar qechishga bop tizgohining 4 burjigini ishkidan tutibla ko'taratdi-da, udulla Allohning uyiga, Bayazid jamisiga kirib ketdi. Bozor boshquruvchilar rasmiysimon tekshirishni tugatib ketib qolatdi. Çayçı tilga algan qichish qandaqdir suviy burdan qichish yoki turmadan qichish bo'lmasdan bozor boshqurishdan qichish edi. Biz çay ishkash mungdashib qoldik. Yurtdoshlar bilan samimiy parag'ishib o'tirishmo intayin ko'ngilni xush qiladigan ish. Ba'zida siz dardingizni to'kisiz, ba'zida u xushalligini aytadi. Yurtning seg'inishi mana mushundaq silikidi. Bugun bu akimiz beshiga kelganini deb berdi. Men quloq mulisi bo'lib o'tirdim. Akimizning ismi Sadir bo'lib, 5 balasi bor edi. Bu Sadir degan ismini men shunday atib oldim. Pasport ilish jarayonidagi mushaqqatlarini, satqan uy etizlarini tilga ilib kelib Turkiyaga kelishlarigacha bo'lgan butun jarayonni aytib berdi. Xeylilar haraj tatgan ekan. O'zingiz chiqib bo'lib, ondan bolalarni o'ylashmoqsiz-da, dedim men. Atrofimda bolalarni qo'yib kelgan intayin ko'p uyg'urlar bor edi. Men Sadir polvonni qo'shiqiga bek amroq qarang, bir qo'shiq bor edi. Shu bek ta'sir qildi ekan. Yo, bolalarim ilib chiqman bo'lmasa chiqmayman deb ketibdikanman. Shunga qanchalik bedel to'lasammi, bolalarimni ochiqman deb mushundoq yurdik, dedi u kulimsirab turib. Qaysi qo'shiq edi? Men bu Sadir polvonning xeyli ko'p qo'shiqlarini yodi bilgachga, biladigan chiqib qolsa degan umidda so'radim. Sadir deb itim qoldi, dangzida xitim qoldi, xitimni o'qib baqsang, 5 balam yetim qoldi. Meni qumulga palaydu, Yevizxon to'qash yaqin, 5 balam yetim qoldi, tenimay obdan baqqin. 5 balamning ichida cho'ngi pannam o'qiydi, meni mo'ytonzida chapsa, tenimni qog'u cho'qiydi. Oqqan qonlarim qizil, tomchisiga quyosh xijil, bir emasman el ichida minglab chiqar Sadir bil. Sadirning mingan iti, sag'risida olisi, elida xotin qoldi, quchug'ida bolasi. Sadirkam intayin ravon va iniq qilib dekmasiya qilib berdi. Dastlabki 3 kupletiga ichimda jo'r bo'lgan bo'lsa-mu, keyingi 2 kupleti esimda bo'lgani bilan yodga bilmaydim. Bola 5 emasdi, dedim jazbalar qo'shiqning tugishib ulgurib. 5'ti, dedi u kulib ketib. Bu qo'shiqning ta'sir qilgan yerimi uning 5ligida. Davom qildi u mag'rurlik bilan. Yaxshi qilibsiz, dedim men samimilik bilan. Mening bu yerga kelib ichim intayin ochiq bo'lgani, o'tgan yil kelganda beri bolalarni maktabga o'rinlashtira olmay intayin ochiq yutib oldim. Bolalarim kichik, ularning orasida birer yoshdan farq bor. Bolalarning keyingi ikkisi plansiz. Ularga orqa eshik bilan vaqtlik kimlik bijirib, voy uni demayli qo'yay. Ular menga hech qanday tas kelmagan. Hamma ishni pulga zo'rlab qilib olgan edim, ammo bu yerda pul bo'lsin bo'lmaydigan bir ish bor ekan. Mush ish meni 1 yilda o yoshga yetdi. Nima ish? Bolalarning maktab ishi. Qandaqsiga? Men İstanbuldagi 50-60 maktabga qator qilib 1 yil bo'ldi. Maktablarning hammasi tugidek nupus bo'lmasa yoki iqomat bo'lmasa olmaymiz deb rad qilib kelgan edi. Men bir rad qilsa, yana birsiga berib oxiri bir maktabni topdim. Menga o'tgan oy bolalarimning hammasini maktabga kirdi. Endi uf dedim. Hammasi kirdimi? Ha, hammasi kirdi.
3 boshlang'uchga, 2si o'rta maktab kirdi. Uning chiroyidagi u xushallikni men qalam bilan tasvirlab bera olmayman. Ular rasmiy so'rmudimi? So'rdim qiziqib. So'rdi. 3 balam o'qish qolgan boshlang'uch maktab eng qattiq so'rdi. So'rgan narsaning birsimi yo'q. Qarab tursam bir gapni qilibdi. Men chachirab o'rnimdan turib ketdim. Hayotimda bunday fasohatli so'zni anglab boqmagan edim. Nim dedi? Men texmi qiziqib so'rdim. U hech qanday qonun, siyosat bolalarni o'qishiga chek qo'ya olmaydi. Har qanday bolalarning kim bo'lishidan qat'iy nazar o'qish haqqi bor, dedi. Nocha gap qilibdi. Shundoq. U mudir bilan bo'lgan parangni deb berdi. Bugunlar akiling bolalaringizni debdi mudir. Sadirkam udul berib 2 soat qolmay 5 bolasining hammasini ilib beribdi. 3 bola mening maktabimda o'qisin, 2 bola o'rta maktabda o'qish kerak ekan, debdi mudir bolalarimga qarab etib. Mening bormagan maktabim qolmadi, olg'ili unmayotdi, debdi Sadirkam. To'xta, men amalni qilay, debdi mudir. Mudir shu yerda qaysi bir maktabning mudiriga telefon berdi bo'lg'ay, mudir bilan ba'zi vaqirishib, ba'zida muloyim yarim soatdan oshiq so'zishib, oxiri agar mushunchalik omi yo'q bo'lsa senda, men sen bilan og'indorchilikni kesiman. Sen bir ma'rifchi, muallim emaskansan, deb telefonni qo'yibdi. Xushalliqim yerim, dedi Sadirkam. Bolalarning hammasi maktabga kirsa, men bu xushalliqqa butuncha betdim. Mudir telefonni qo'liga ilib, choydan 8 ni, debdi choycha telefon berib. Sadirkam jimjitgina o'tiribdi. Choychi mudirning ishxonasiga 8 istakan choy akirganda hammaylanga bir-birlab qarab chiqibdi. Unda qilmay amal yo'q-da. Choyni patnos bilan oldiga ilib kelganda qarishiga to'g'ri keladi. Choychi chiqib ketibdi. Mudir o'zini besilishga tirishayotganligi uning choyning qiziq bo'lishiga qaramay itik-itik ichishidan ma'lum ekan. Uning chi yerimiga kelganda telefon jiringlabdi. Alo. Ha. Bo'ladi. Men erta sana avtiman. Bugun kech bo'lib qoldi, deb telefonni qo'yibdi. Sadirkamlar uningga qarab o'tirib, daraxtning ustidan yo'l chiqib qoldim nima deganlarni o'ylabdi. Erta 2 bolangizni palonchi maktabiga olib kunchi mudir bilan ko'rishing. Mening salomimni ayting. U mening 30 yillik og'inam, debdi mudir tushundirib. Shunda qilib, bolalarimning hammasi maktabga kirib ketdi, dedi u xo'shal kayfiyatda. Ikkinchi mudir boshqa gap qilmagandi. Biz borsak, deb so'zini davom qildi. 30 yillik og'indorchilikqa tegishmoqchi bo'lgan sizmidingiz? Deb so'ragan edi. O'rta maktabning mudiri bizga shundoq bir so'zib qarab etib. Men emas, bu 2 bolani o'qishi deb javob berdim. Arzimda endi, dedi mudir beshini chayqab qo'yib. Men bilmayman. Do'stingiz bir gap bo'lsa menga desin, degan edi deb javob berdim. U boshqa gap qilmay bolalarimni tizimga oldirib, ertasidan boshlab darsga berishga qo'shildi. Men hozirgacha birining qo'lini suyib boqmadim. Bir necha yurtda turib boqqan bo'lsam-u, u yerga shayx mashoyixlar ziyoratga kelganda, yurtliklar qator uchratda turib qo'llariga suyib ketganida, men bir chetda qarab turatdim. Yurtdoshlarimdan meni tarbiyasizga chiqarganlarmi yo'q emas edi. Men Sadirkamning hikoyasini anglab bo'lgandan keyin bu mudir haqiqatan quliga suyilishi kerak bo'lgan hurmatga sazovar kishi deb o'yladim. Sadirkam to'liq xushal ko'rinadi.